Assalomu alaykum. Kanalimiz Amnasiyada bitta navbatdagi suranimasimizni bitta ko'rib baho berasizlar. Hamyon bor. Navbatlari nisbalari 2,5 profil bitta ko'rib baho berasizlar. Ular 8 profil va 10 rakatga kvadrat. Tepalari 3/5 bitta ko'rib baho berasizlar. Ochiladigan bo'ladi. Eksanlari endi qo'yiladi. Paslaridan ham ko'rsatamiz. Hamyon bor. Idealniy chiqqan guys. Tepalarga leksalarni endi qo'yamiz. Ko'rishlaring mumkin. Chekkalarga zazorlarni ko'rishlaring mumkin. Bu kelib navbatda to'xtaydi. Tormoz bo'ladi. Kelib bitta uriladi. Ochilganda kirma bitta yana bitta tormozi bor. Bitta yana bitta tormozi bor. Qanday ochilib kirma bitta to'xtaydi. Ochiq yopiq holati. Odam tushib bemalol yuraveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Dalni qilib bitirib beramiz, xudo xolisa. Aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat.